Sizlarga bitta Allohning mo'jizasini ko'rsataymi? Aql bovar qilmaydigan mo'jiza. Bu asarlarning o'zi mo'jiza, lekin uni ichida yana bitta zo'r mo'jiza bor. Qaranglar. Ya Rab benim kalbimi dindir, kalpte yani dilde bilmiş, kalbimde sen ey güzel Allah, Subhanallah, elhamdülillah. Kalbimde sen ey güzel Allah, Subhanallah, elhamdülillah. Allohning mo'jizasini yaxshi ko'radigan odamlar juda ko'pda. Bir kun ichida 2 million 100 mingta prosmotr. Hali bir sutkaga yetmadi. Hozir men shuni o'z ko'zlarim bilan ko'rish uchun kelyapman. Hali men hayotimda ko'rmagandim bunaqa narsani, ko'zim bilan. Telefonlarda ko'rganman to'g'ri. Ko'zim bilan hali ko'rmaganman. O'rtog'im asalchi bola, o'sha o'rtog'imnikidan chiqibdi. Fikringizni qoldiringlar kommentariyada. Hozir buni ko'rsataman sizlarga. Hozir sizlarga bu joyga yoritib beramiz. Chotki qilib xudo xolasa. Shoh! Ko'zga uyqu kelmayapti, buni ko'z bilan ko'rmasa bo'lmaydi do'stim. Va alaykum salom. Sog'layapsizmi? Qandaysan? Charchamading. Ko'ringlar buni, do'stim. Ko'ringlar. Ko'rishga kelgan hozir. Ha. Yurog'ini ko'rsin. Hammadan birinchi keldim men. Bismillah. Tayyormisan? Ha. Bu mo'jiza-ku haqiqiy. Senga amro bo'lish uchun bundoq ko'rsatdim. Subhanalloh. Asallari bilan turibdi, ko'rasan. Bunaqa narsalar spetsial qilinmaydi, to'g'rimi? O'zi chiqadi, tabiiy. Mana bu taxti, bu odamlarda har xil shubha ham bo'lishi mumkin-da. Ani o'zi mana bunaqa nimadir qilgandi. Tushuntirib beraman. Mana asallarida, asalari yashiy to'ldirguncha bu ограничение, bu yoqqa bo'sh joyga o'tmasligi uchun bu oxirgi qo'yiladigan devor. Ha. Buni asalchilar tushunadi buni, to'g'rimi? Tushunadi asalchilar. Joyi torayib ketgandan keyin shu to'siqda ham buni hozir ozgina bir 3-4 kun qo'yib bersa-chi, buni to'ldirib tashlaydi. Buni hozir shakli o'zgarib buyoqlarini, o'zi boshidan shunaqa yasagan bular. Asallarini o'zi. Men birinchi ko'rganimda, mana bu ikkita, mana bu tepa tomoni endi yasayotdi. Ahamiyat bermadim-da kichkinaligiga. Oradan 4 kun o'tdi, kecha mana shu asalarni ochib shundoq ko'tarsam shu narsani ko'rib qoldim. Bu hali oxiriga yetmagan. Mani to'ldiradi. Keyin buyog'iga yana to'ldirib tushadi. Bu shakl yo'qoladi 3-4 kundan keyin. O'shani hozir har kuni nazorat qilib turaman. Shakl yo'qolmasligi uchun mantlarni to'liq chiroyli qilgandan keyin buni asalarning ichidan olib qo'ymoqchiman. Keyinchi. Endi hozir bunga kechasi bilan odamlar telefon ham qilishdi, yozishdi. Menga soting, aytgan narxingizni beraman dedi. Endi rizq Allohdan-da. Albatta. Men buni niyat qildim chin dildan O'zbekistonda Islom muzeyiga topshirishni. Zo'r gap yo'q lekin. Chunki buni buzishga qo'lim bormaydi-da. Buni asalini olishga, buni asalni yeyman desam, men kesib olishing kerak-da. Buni buzishga menimcha hech kimning qo'li bormasa kerak. Bu zo'r o'ylabsan, shoh. Buni zo'r o'ylabsan. 3-4 so'm puliga qisiqib qanaqa odamga boradi? Bu odam albatta pulda emas-ku hamma narsa, pul bilan emas-ku. Buni saqlash qiyinroq-da. Shira bo'lgani uchun bunga chumoli har xil hasharotlar kelib, muzeyda usha oladimi buni? Buni muzeyda ushlash uchun yopib, mana bu taxtalarni olib tashaladi-da, chiroyli romkaga olib, oyna bilan yopib, ichiga hech narsa kirolmaydigan qilib qilinadi-da. Zo'r. Ana o'shanda inshaalloh asrlar davomida saqlasa bo'ladi. Inshaalloh. Usullari bor saqlaydigan. Bu to'liq xudo xolasa bo'ladi, 3-4 kunda hali yig'adi bular.
hozir mana o'sha aniq yozuv ko'zga tashlanyapti. Endi mana chetlarini qalinlashtirib bu pastga qarab cho'zadi buni. Mana bu narsani yana pastga qarab cho'zib olib ketadi, tepalarini to'ldiradi. Joy toraygan sari buni kengaytirishga harakat qiladi. O'sha shaklini buzmasdan buni olib qolishim kerak ichida. Shakli buzilsa, bu yozuv yo'qolib qolishi mumkin. Nima deymiz? Subhanalloh deymiz, boshqa tilimizga so'z kelmayapti. Boshqa buni ta'riflashga, bir dunyoviy so'z bilan aytishga buni bilmadim, hech kim ayta olmasa kerak. Faqat subhanalloh.